Kelinglar, tomosha qilinglar bu tomondan ham. Adamlarni anosini Kelinglar. Zo'r bo'ldi aka. zo'r bo'ldi, Xudoga shukr. Aka zo'r bo'ldi. Ha, kamchiligi yo'q, kamchiligi. Kecha kelganlarida bu yerda hamma tomonda shariklar bor. Yo aka. Aholi ham rosa chiqdi-da. Kecha ko'rdik aka. Biza servarimiz ko'rdik aka. Kuni kecha lekin biza bir tega to'yimiz bor, ma'rakamiz bor edi, shuning uchun kelmaydi. Bugun jo'ragatib bir aylantirib qanday. Yaxshi-da. Abdumandan kelib turibdi, kuni ham kelib ketdi bir aylanib. Buraya istarimiz akaylar jo'ramiz hozir xudo. Mavlon aka, hey, daryoni qarang, hozir ko'rsataman. Kechagi sharlar shunday chekkalarda hali yorilmasdan ham turibdi. Yorilmasdan turibdilar. Qoyil. Hayla. Mana o'da ichi to'laydi kecha, ana o'da ichi. Nimani fartuklarigacha milganda? Ha, fartuklar bor edi bu yerda. Mana hayla. Zo'r Mana, turtdi mana. aka, zo'r turtdi aka. Ha, bu yoqni qara. Ha, naryoqlarda ham Mana shart. Mana chekindiki aka. Qaysi? Bu mana Sharlar o'smirlardiki. Bu yerda Xalqobodga. yo'q, Aziz Yo'ldoshga qarashli bular. Ha. Bu haligi qassoblar bor-ku. Nima? Ulardi akalar. Kimda? Yusuf akasi. Oti hozirdim oti. Oti yodimga kelmayapti-da. Ana shularni haligi tovuq bermas. Bu yerda 4 martama, 5 marta tovuq qo'yiladi. Uchovi ham tovuq, ikkovi ham tovuq bor. Ha, bir yerda. Ha. Mobillar juda chakalak o'tib, chakalaklarni ochdi bu yerdan. Zo'r bo'ldi aka. Ha. Do'stlarim, bu shariklar bor-ku, sharlar. Pufak deymiz. Hozir bu ikki Xursandchilik ramzi-da bu. 50 metr 50 Mana shu xursandchilik ramzi mana shunday ilingan. Mana bu tomonlarda ham, bu tomonda ham, mana hali tepamizda ham turibdi. Ko'ryapsizmi? Bu havo sharlari, pufaklar xursandchilik ramzi-da bu. Ha. Siz borku. Bayram degan ma'noni bildiradi. Nega kelsan ko'raverasan? Yo'q, mana ko'rganmiz. Mana shu yerda bizni birga ishlayapmiz aka. Ha, ana tol bor-ku. Ishlamagansan-ku. Mayli-da, qiziqish-da uniki. Uniki qiziqish. Indama. Shar beryapti, musulmon. Hozir odam cho'milgisi kelib ketyapti. Baliqlar zo'r sakryapti. Cho'milgisi kelib ketadi odam. Pastga tushib ko'rdingizmi? Ha. Ko'prik tagi shunday shamolga Daryo chuqurlashdi, Abdumajid. hozir turib. Fazilda tosh olindi mana shu joyga. Zo'r chuqurlashdi. Turist sentr qilish kerak. Shunday. Mana shunda aylantirib, ishqanda ko'prikka olaversa. Voh. Shu taklifingni mikrofon ayt. Yo'q. Ayt, nima xijolat bo'lasan? Endi juda zo'r joy bo'libdi, har doim daryodan suv oqib turadi-ku. Mhm. Mana shunday davom ettirib, ishqanda ko'prikka olib turist sentrlarga dam oladi. Turizm dam olish maskani. Shunday g'asiga, ha? Shunday g'asiga narigi katta markaziy ko'prikkacha. Olaversa. Mana shu Bo'ladi. mana shunga to'g'ri keladigan joy. Takliflar tushyapti. Hop, yana uzoq qiladi. Suv bir bari oqib turadi-ku, boshqachada. Zo'r.